ko'pchilik mendan arzon uy so'rashadi, bir xonali, ikki xonali. Xullas 230 million degan joydan 190 millionga tushirib qo'ydim. Xullas o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Birgalikda video obzorini ko'ramiz. Mana shu ko'rib turgan uyimiz 2 xonadan iborat bo'lib, kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsa, svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q. Xullas kimga bu video qiziq bo'lsa, mana pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Do'stlar, manzilga keladigan bo'lsa, Mas'ud zavodga joylashgan bo'lib, G'ofur G'ulom mahallada bo'ladi. Xullas, Pilis tarafi, maktab, bog'cha yonida shunday joylashgan. Qo'shimchaga yerlarni ham qo'shib berib yuborishar ekan. Xullas, bizani kuzatishda davom eting, sifatli va arzon uylarni chiqarishda davom etamiz. Biznes qilishinglar uchun shahar markazidan ajoyib joyimiz bor. Mana shu ko'rib turgan joyimiz shahar markazida joylashgan bo'lib, bu tarafdan kelishimizda Kola taraf, bu taraf kelishimizda Eshon shahid bo'ladi. Xullas, mana shu ko'rib turgan joyimiz noturarda o'yladinglar. Bu hujjatlarida turar qilingan. Xullas, tepa qismimiz 120 kvadrat tashkil qiladi. Pastda esa podvali ham 120 bo'ladi. Xullas, bu yerda qanaqa biznes qilishim kerak deb o'ylashingiz mumkin. Xohlagan biznesingizni rivojlantirishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $80,000. Pastda mana egalarining nomerini qoldiramiz. Telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bitta laykdan qizaytirib qo'yamiz. Inomarka haydaydigan akalarimiz uchun 100 markali benzinimiz endi Qarshida. 14-mart kuni Lukoil kompaniyasi ochilish marosimini e'lon qiladi. Bu yerda 80, 92, 95, hattoki 100 markali benzinlarni ham topishingiz mumkin. Manzilimiz Omad supermarketda kelishda, Hamrobobod to'yxonasiga yetmasi Lukoil barchangizni kutib qolamiz.